Fayziyev Abduhakim Rustamovich 1984-yil Farg'ona viloyatidan Toshloq tumani. Toshloq tumanidan sizsang. Nima sabab bo'ldi Rossiyadan besurishni zapret oldingiz? Rossiyada men tranzit bo'lib kelayotgan bo'lganman. Xo'p. Yo'lda kelayotganda gashni to'xtatib Tetskiy krestni yig'ib turib, ana shunga ishtirok bo'lgan. Ishtirok to'lamadingiz. Ishtirokni u aytdi, "Sen ketaverdi, men tashlab yuboraman qog'ozni." Men ketdim, ular topshirib yubordi. Topshirib yuborgandan keyin men uning ichida 3 marta borib keldim, chiqmadi u narsa. Oxiri kelganimda shu mexanizmni qo'ymadi. Grensada o'tib bilmaganlar ekrandan qog'ozini ko'rsatamiz. Besurishni zapreti bor. Ya'ni по 10.27 federalniy zakon 114 bilan besurishni zapret bo'lgan. Shu shtraflarni to'lamagani uchun xudo xolasa 2-2,5 oyning ichida sud orqali hal bo'ladi. Rossiyada bo'ladi sudimiz. Xudo xolasa 4 ta advokatimga va o'zimga notarius orqali davenis berasiz. Ko'rishib, uchrashib gaplashdik. Vaziyatlarni, holatlarni tushuntirdilar. Xudo xolasa ochib bergandan keyin shu Rossiya borib, Rossiyaga turib o'sha ishlayotgan joyimdan ham video qilib tashlab beramiz. Xudo xolasa. Farg'onadan keldilar yana. Bo'ladi, sen kelishdik ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa endi keyingi safar ishtirok olsangiz vaqtida to'lab berasiz. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.